Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar azizlarim? Men Samarqanddaman, alhamdulillah. Video qilishga даже uspes qilganim yo'q edi. Ishga chiqdim. Kecha aeroportda juda ham kunim shunaqa yomon o'tdi. Turkiyada problema bo'ldi. Bagaj bo'yicha. Bagajim normalniy edi. Ular pul to'lattirdi. Bagajim uchun kattami nimadir deb birinchi marta 20 yilning ichida shunaqa bo'ldi. Xo'p, to'lattirdim. Hech nima u $100. Keyin Samarqandga keldim. Samarqandning aeroportiga men bojxonasiga murojaat qilmoqchiman. Bojxonasiga Iskandar aka va Shahbozjonga bu video обращение. Sizlar o'zlaringizni kim deb hisoblaysizlar buncha? Shunaqa juda ham katta, juda ham zo'r deb hisoblaysizlarmi, akalar, ukalar? Shu darajada odamlarni pisand qilmasdan, yoshi katta, onalaringiz bilan teng insonlar o'tyapti. Xo'p, men tadbirkorman, o'tyapman. Har 2 oyda Turkiyaga boraman, boshqa davlatga boraman. 2 ta paketim bor edi. Aytayapman, men to'layman pulini deyapman. Yo, shunaqa qilib ochyapsizlarki, Shahboz, sizga bu gap. Ochyapsiz, inopisand qilyapsiz, uka deyapman. Charchab keldim, men pul to'laganman deb aytayapman. Yo'q, odamni pisand qilmasdan qo'pol muomalada bo'lyapsiz. U tarafdan ochrid, bu tarafdan kelganlarga Iskandar aka nachalnik ekanlar hozir u kishi. Shunaqa yoshi katta onasi bilan teng insonni shunaqa popsa qilib, shunaqa nopisand qilyapti, baqirib. Sizlarga kim qo'ygan bunaqa razрешение, shunaqa baqirishni? Qayerda yozgan? Qancha katta odamlarni ko'rdik. Hamisha muomalada bo'lganlar, hamisha nima bo'lganlar. Sizlardan ham zo'rlarni ko'rganmiz, nima bo'lib ishdan ketganlarni. Shuncha odam, bitta insonni ko'rdim, yig'layapti ayol, yoshi katta, уже charchaganidan. O'g'lim desa, Shahbozi turib aytayaptilar-ki, "Meni o'g'lim demang, men o'g'lingiz emasman" deyaptilar. Shunaqa muomala qilyaptilar. Xo'p, sizni onangiz bilan yoshi teng odam shunaqa muomala qilsa, shunaqa muomala qilasizmi? Turkiyadan shunaqa ezilib kelyapti odam. Masalan, men shunaqa bo'lib keldim, tushuntiryapman. O'zbekistonimga, Allohimga shukr, Samarqandga keldim deganimga shunaqa qilyapsizlar. Xo'p, menga hech narsa, men pulni shunday topaman men. Boshqalarchi, ishlab kelganlarchi? Shu darajada ham bo'ladimi inson, a? Bojxona sizlar ishga olayotganingizda bir u yoq bu yoqni qarab, muomalasini. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miramonovich aytganlarki, prezidentimiz tadbirkorlarga yordam qilinglar deb. Men bunaqa ezinglar demaganlar. Nima bu? Qanaqa ahvol, qanaqa gapirish, qanaqa muomala qilish? O'sha yerda taniganlar aytayapti, o'sha yerda ishlayotgan bolalar. Farangiz opa, biz sizni taniymiz, endi nima qilaylik deb. Maskani taqib olgansiz, ismingizni so'rasam, Iskandar akadan, boshqa kishidan so'rasam, ismingizni aytmayapti. O'yladingizki, men ismingizni topa olmaymanmi deb. Bugun esa shunday ismingizni topdim, Shahbozjon. Reysimiz 19-iyun Air Samarkand bilan 18:30 da edi. Men chiqdim 9 da chiqdim. Shu vaqtgacha shunaqa qilib o'tirdilar. Pulni to'layman desam ham, yo'q. Nimani ochma deyapman, bittadan $1000 ham yetmaydi. Bilaman, tilla olganim emasman. Juda ham qonunni yaxshi bilaman. Men bu video обращение qilganim men bitta o'zim uchun emas, ves xalq nomidan, ves azob chekayotgan insonlardan nomidan qilyapman. Yig'lagan ko'z yoshlardan aytayapman men sizlarga. An shu Samarqanddagi bojxonani Iskandar aka, Shahbozni shu proverka qilinglar. Muomalasini o'z joyiga qo'yib, odamlarga, O'zbekiston fuqarolariga normalni qilsin. Bo'lmasa ishni bo'shatsin-da ketsin, boshqa normalniy odam kelsin. Mayli, men hech narsa, men уже o'rganib ketganman bu ishga. Lekin yoshi kattalarni, hurmatini biladigan insonlarni ishga olinglar, iltimos qilaman. Shu videoni iltimos meni kuzatuvchilarim, butun dunyo, butun davlatdagi, butun respublikadagi insonlar iltimos tarqatinglar. Ana shu Samarqandga keladiganlar, mana bitta kim biladi shu Iskandar degan tamojnini, shu Shahbozni.
ana shu kommentariyada bitta yozib ketinglar, to'g'risi. To'g'risi, uni ko'rib men borku shunaqa asabiylashib ketdim, qanaqa muomala qilish. Chiqib ketayotganimda Iskandar aka aytayaptiki, endi men semizku, gavdam katta-ku, deklaratsiyani to'ldirishim kerak-ku oxirida. Aytib, chiqib ket, probka qilyapsan sen, deyapti menga. Semizligim ustimdan kulib. Astag'firulloh, ichimda shunaqa gaplar bor, lekin boru astag'firulloh deyman. Ana shunaqa.